Voyta terapiya nima? Voyta terapiya chexiyalik olim Vatslav Voyta tomonidan ishlab chiqilgan maxsus davolash usuli hisoblanadi. Bu usul yordamida harakati buzilishi bor bo'lgan bemorlarda reflektor harakatni yuzaga keltirishga asoslanadi. Aha. Voyta terapiyasi qanday ishlaydi? Bu usulda bemorlarni maxsus tochkalariga barmoq orqali bosilganda, ya'ni stimulyatsiya qilinganda ularda reflektor harakatlar yuzaga kela boshlaydi. Aha. Voyta terapiyasi asosan kimlar uchun? Harakat buzilishi bor bo'lgan bemorlarga, bular bolalar serebral falanjligi bo'lishi mumkin, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, pleksit kabi bemorlarda qo'llanishimiz mumkin. Aha. Ushbu terapiya necha yoshdan boshlab qo'llaniladi? Voyta terapiyani chaqaloqlik davridan boshlab qo'llash mumkin. Aha. Voyta terapiyasi bolaning rivojlanishiga qanday ta'sir qiladi? Bu terapiya o'tkazilganda bemorlarda ag'darilish, emaklash, yurish harakatlari yaxshilanadi. Davolash davomida bola og'riq his qiladimi yo'qmi? Voyta terapiyada og'riq bo'lmaydi. Voyta terapiyasining fizioterapiya yoki massaj bilan birgalikda ishlatilishi qanchalik to'g'ri? Voyta terapiyaning fizioterapiya yoki boshqa muolajalar bilan birga amalga oshirilishi bu kompleks natijalarni yaxshilanishiga olib keladi. Voyta terapiyaning natijalari qancha vaqtda seziladi? Ayrim bemorlarda 1 yoki 2 kursdan keyinoq ularda harakatni yaxshilanishi, ushlashni yaxshilanishi, ag'darilish, emaklash kabi harakatlarni yuzaga kelishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, voyta terapiya bu aktiv reabilitatsiyaning samarali usullaridan biri hisoblanib, bemorlarda jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, mushak tonusini buzilishi bo'lishiga qaramasdan, ularda emaklash, ag'darilish, yurish kabi harakatlarni tezroq yuzaga keltirishga yordam beradi.